Salom hammangizga. Sizlar bilan men Shamsudbek Gamer. Men YouTube'ga yangi keldim. Bundan oldin DLC yangiliklari haqida video qo'ygan edim. Nomimni ham o'zgartirdim. Bugun biz sizlar bilan survival qilamiz. Video uchib qolgan edi. Men shuncha temirlar topib, shuncha ovqatlar qilgan edim. Bundan oldingi qismda, lekin u video afsuski ukam tushirib tashlabdi. Shu bilan videolarimizni davom ettiramiz. Bugun birinchi qismni ham olamiz. Shuncha narsalarim bor edi, kiyimim ham bor. Do'stlar, hozir uy topish kerak. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Yangi videolar chiqish uchun albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki sizlarga qiziqarli kontentlar chiqizamiz. Do'stlar, sakra olamanmi suvga? Qani, 1 2 do'stlar, mana shu yerdan ichkariga kirib boramiz. Katta eshik. Men bu yerdan kirmoqchi edim, lekin bu yerda kilkamni ishlatgim kelmadi. Qarasam eshik bor ekan. Do'stlar, ko'rmayman. Let's go, kiramiz. Qorong'iligini what the heck? Mana bu qayer? Bu yerda odam yashaganmi? Hayli chiqamiz. What the heck? O'zimni yangi uy qurmoqchi edim, lekin uy bor ekan bu yerda. Basseyn bor ekan. Masa. Agorot ham bor ekan. O'zim bu suvda cho'milib yurardim, issiq suvda. Senda o'zimni basseynim bor. Uyning ichini chiqib ketgan islar ko'pligini. Kamon yasashimizga bizga kerak bo'ladi do'stlar. Videoga like bosishni unutmaysizlar. Shuncha narsalar. Aytgancha mayli, o'zimizda narsalar bor. O'zimizning ham agrotimiz bor edi do'stlar. Lekin creeper portladi u yerda, to'g'lagim kelmadi. Qasr bo'lib yotuvdi. 5 ta qism olib bo'lgan edim, lekin hammasini tushirib tashlabdi do'stlar. Men bor uzr. Hop. Bitta chop kerak bizga. Chop. Lekin do'stlar, shunaqa uyni kim tashlab ketgan, ishqib uyning egasi yo'qmi ekan? Agorotlarni hammasini terib chiqamiz do'stlar. Hop. Chop. Mana do'stlar, bizga kerakli narsa. Qotamiz bunda. Ma'lum kerakli narsa. Ovqatlarni qo'yib olamiz. Do'stlar, bizda oltin olma ham bor, chunki nezerga ham borgan edik. U yerda shuncha oltinlar topgan edik. Do'stlar, videolar uchib ketgan, afsuslanatdi, mayli. Hop, buni qo'yamiz. Mayli, sarali ketmay ketgan qasmi. Bu nari qilasa. Böyle uchun. Demandim bo'lsa ham. Böyle katta do'stlar. Agorotni tozalab chiqamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, mana shuni qarang. Do'stlar, biz 10 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Mana qaranglar. Shep, atapoq shep. Modlar kim qilib qo'ygan? Kimdir agar kelsa kimdir jitil petirmi? Kelsa, uyga kim bo'lsa ham, quloq uyga bermayman. Yerlar tushib ketmadi. Mayli, yer tushib ketgan bo'lsa ham, achinmaymiz.
Öyle. 54 ta ruh. Yarın şu gün gidelim. Koy do'stlar. Shuncha ortiq qoldi, 21 ta. Ortiq qolganini nimalar tashlab yuboramiz. Aytsangiz urug'lar kerak bo'lmaydi. Tashlab yuboramiz. Bu qishloq bo'lganda ham mayli nimaga borib soqqilar, soqqa. Hop. Bizda non yo'q ekan, shuncha narsa bor, non yo'q. Faqat non. Öyle. Gir. Böyle galiba uyut. Hop. Yaxshi. Yıkab. Bu yerga bo'lsa, bu yerga bo'lsa lopata, bu yerga bo'lsa bu. Bo'ldilar. Endi nima qilamiz? Endi yashirin joyni o'zimizga uy qilib olamiz do'stlar. Sakral bir narsa bor edi bizda. Mana sizlar ham bizga kerak bo'ladi. Kerak bo'lmaydi deb yaxshilab tashlab yubormabmiz. Ozgina yetmoqda, qancha yetmoqda? Bir don yetmoqda do'stlar. Uning uchun biz nima qilamizmi? Nima qilib? İşlerimiz kerak. Oltin yo'q bizda. Mayli. İşte bitta daraxt chopib kelamiz. Yugurib. O mana. Chaqir. Todaptor qo'y. Todaptor. Ke. O'rgimcha. O'rgimchakdan tushadimiz bu? Yo'q. Hop. Ya tushmadi. Voy, nimaga tushmaydi? O'rgimchak o'ldiramiz. Hop. Ye. Ye, çık. Öldürdüm. Çünkü Vijvanada şu uy topish kerak edi, topdik. Har doim rejani aytib o'taman, uy topish kerak edi, topdik. Lekin nima kerak bo'ldi? Biz pauza qilganimizning sababi chaqirib qo'yishdi meni. Shu bilan pauzalar bo'ldi, keyingi qismlarda bo'lmaydi degan umiddaman. Hozir do'stlar bir narsa yasab videoni tugatamiz. Bildim, nima yasab tugatamiz. Lekin chop. Mana do'stlar. Jan. Şay do'stlar, kumbot yaptı. Kumbot shekek. Ham narsamizni qo'yamiz bu yerga. Bu kerak. Kerakmi? Bu kerak. Bu kerak emas. Bular kerak. Bu kerak. Dag'dirib qo'yaptim do'stlar. Zo'r. Mana. Bir qo'yamiz. Hop, bir qo'ydik. Bitta. Artefakt rasmimiz.
hozir do'stlar mana do'stlar 1 sekund bo'ldi. Mana tarafim. Keyingi qismda shu yerga kompyuter yasab qo'yganman. Hammangizga xayr do'stlar, sizlar bilan Shamshodbek gamer bo'ldi. Nima yozuv chiqdi do'stlar? Obuna bo'ling. Sizlar Minecraft aytayapti. Obuna bo'ling. Sizlar bilan Shamshodbek gamer. Xayr do'stlar.